Farzandim nutqdagi nuqsonlar o'tib ketadimi? U ma'lum harflarnigina ayta olmaydi. Nutqdagi kechikishlar nimadan darak? Bola aslida necha yoshdan boshlab gapirishi kerak? Autizm o'zi nima? Autizmning davosi bormi? Bir farzandning nutqida nuqson bo'lsa, u ikkinchisiga ham o'tadimi? Qay holatlarda logopedga murojaat qilish kerak? Ona va farzandning o'zaro muloqoti muhimmi? Harflarni to'g'ri chiqarish uchun nimalar qilish kerak? Farzand tarbiyasida nutq go'zalligiga erishish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Sizni ham bu savollar qiynaydimi? Unda podkastimizni o'tkazib yubormang. Salomatmisiz? Assalomu alaykum sadoqatlilarim. Mana yana bugun xonadoningiz mehmonimiz. Bugun ma'lum bir sohada muvaffaqiyatga erishib kelayotgan va juda ko'plab onajonlar bilan ishlaydigan, onajonlarning eng og'riqli nuqtalariga shifo malham bo'lib kelayotgan bir ajoyib mutaxassis bilan suhbat olib boramiz. Xush kelibsiz dasturimizga. Xushvaqt bo'ling. Bugungi suhbatimizni onalar uchun juda ham foydali bo'lishini, manfaatli bo'lishini xohlayman. Qo'limdan kelgancha qanaqadir yangi ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Rahmat. Nigora, men sizni juda ham yaxshi taniyman, lekin sadoqatlilarim tanishmaydi. Shuning uchun eng avval bir o'zingizni tanishtirasiz. Xo'p, men birinchi navbatda onaman. Soham defektolog logoped. Mana ancha yildan beri shu sohada ishlab kelyapman. Ozgina ishlagandan keyin o'zimizning kasbimizda bolalar bilan ishlab, qanaqadir to'ldirilmagan qismlarini boshqa sohalarda o'qib to'ldirganman. Sensor integratsiya mutaxassisiman. Hozirda Moskovskiy государственный universitetda neyropsixologiya yo'nalishida o'qiyman. Shu 3 ta kasbni birlashtirib bolajonlarga yordam berishga harakat qilib kelyapman. Va sizga murojaat qilar onajonlar menimcha juda ham ko'p. Ha, shunaqa. Chunki syomkaga kelishuvimiz ham uzoq muddat cho'zildi, vaqtlari yo'q, amallab vaqt topdik. Bizni ko'rsatuvimizning shunaqa an'anasi bor. Mutaxassislarni eng avvalo bolaligi, o'zini shakllanish jarayoni va onaligi haqida gaplashamiz, keyin sohangizga kelamiz. Bolalikda Nigora qanaqa edi? Bolaligimdan tirishqoq bo'lganman. Juda ham hamma narsaga qiziquvchan bo'lganman. Onam har doim bizga sharoit qilib berardilar. Nimaga qiziqsam, nima kerak deb so'ramasdilar ham olib kelib berardilar. Qiziqyapsan, shuni bajarib ko'r. Hozir o'ylayman, meni hozirgi shu holatimga kelishimga o'sha onam bergan imkoniyatlari hammasi o'sha poydevor bo'lgan. Ya'ni nimadir qilmoqchi bo'lsam, menda ikkilanish bo'lmaydi. Bilaman, har doim onam borlar, yordam beradilar. Keyin menda shunaqa psixologiya deydimi, yoshlikdan imkon berilgan bolalarda keyinchalik ham o'sha narsani bajarib ko'rishga qo'rquv bo'lmaydi-da. O'sha narsa menda shakllanganligi uchun hozirgi yutuqlarimga erishib kelyapman deb o'ylayman. Hamma sohaga qiziqib ko'rganman, to'qib ko'rganman, tikib ko'rganman, zar tikib ko'rganman va turmushga chiqqanimdan keyin ancha yil uyda o'tirganman. Aytishardi, oyog'idan boylab qo'yilgan qushga o'xshaydi, qo'yib yuborsa uchib ketadi deyishardi. Mana taqdir taqozosi bilan shu sohaga kirib kelib ishlab yuribmiz. Nigorani onajonlarini juda ham yaxshi taniyman. 300-maktabda direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritadilar va boshlang'ichlarga mas'ullar. Munira opa 300 da bolalar o'qiydiganlar yaxshi tanishadi zotan. Nigora pedagoglar oilasida ulg'ayganlar. Sulola pedagog bo'lib kelgan, bilishimcha. Hozirda oldindan mana buvimiz, xola buvilarimiz pedagog bo'lishgan. Hozirda ham mana xolamni ham taniysiz. Shohida opam juda yaxshi ko'raman, Shohida opamni ham. Hammamiz pedagogmiz. Men o'zi birinchi mutaxassisligim buxgalteriya bo'lgan. Onamni ishlari qanchalik qiyinligini, mashaqqatliligini ko'rib katta bo'lganman. Shu sohani tanlaysanmi deganlarda birinchi navbatda yo'q degan edim. Pedagog bo'lmayman hech qachon deb yoshligimizda aytgan edik. Vaqt o'tgandan keyin, farzandli bo'lganimizdan keyin tushunib yetdik, ayol kishi uchun eng yaxshi soha shu pedagogika ekan va
Ikkinchi mutaxassislik qilib, keyin defektologiya, logopediyaga onamni maslahatlari bilan topshirdim. Har doim aytaman, shu hozirgi yoshimda har doim aytaman, insonni qaysi holatda bo'lishi, u necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar onaga bog'liq ekan. Albatta. U 5 yosh bola bo'ladimi, u 10 yosh bola bo'ladimi, bir 30 yosh, 40 yosh erkak kishi bo'ladimi, onasini hayotdagi pozitsiyasi bolaga ta'sir qilar ekan. Shubhasiz. Ayniqsa ruhiyatiga. Ayniqsa ruhiyatiga, uni muvaffaqiyatga erishishi, hayotdagi o'rni, oilasini qanaqa bo'lishi, hamma narsa onani pozitsiyasiga bog'liqligini hozirgi kunda juda ham ko'p tushunib yetyapman va har doim menga konsultatsiyaga kelgan onalarga shu haqida yetkazib berishga harakat qilaman. Hamma narsa sizlarga bog'liq, bolangiz qanaqa ertaga kelajagi bo'lishi sizlarga bog'liq deb o'sha narsani yetkazishga harakat qilaman. Munira opa maktabda juda ham yaxshi pedagoglar, juda ham yaxshi ustozlar, ajoyib boshliqlar. Uyda qanaqa ona edilar? Juda ham yaxshi onalar. Onam to'g'rilarda gapira olmayman deyman. Juda fidoyiliklarini bilaman. Shunaqa fidoyi bo'lib, nafaqat ishga. Voy. Juda ham fidoyilar, nafaqat ishda, oilada, qarindosh urug'chilikda, do'stlikda, hamma hayotdagi hamma yo'nalishlarda fidoyilar. Biza mana 3 ta qiz bo'lsak, har doim onamga o'xshashga harakat qilganmiz. Hamma uchalamiz ham qaysidir bizda hislatlari bo'lsa edi deb orzu qilganmiz. Ayol kishi bo'lib sabrlilari, oilalariga qilgan mehrlari, unaqa ayolman. Mana qancha insonlarni ko'ryapmiz, unaqa ayolni men ko'rmaganman. Onam bo'lganlari uchun emas. Haqiqatda hammamizga mehrlari yetgan, oilada eng katta farzandli, erta olamdan o'tishgan dodam bilan buvim. Nafaqat farzandlariga, singlarga, singillarini farzandlari, nevara hammani o'ylab yuradilar. Hamma uchun mehrlari yetadi. Ishxonadagilarni ham ko'pchilikni taniyman, ularga ham yetadi mehrlar. Ular uchun ham qayg'uradilar, ularni ham o'ylaydilar. Yoshligimda hayron bo'lardim. Qayerdan topadilar shuncha energiya derdim. Yo'q, bu insoniylik xususiyati ekanda. O'zim ham o'xshashga harakat qilaman. Kimdir voy onangizga qaysidir hislatingiz o'xshabdi desa, juda ham xursand bo'lib ketaman. Men uchun bundan katta mukofot yo'q. Qaysidir hislatingiz onangizga o'xshabdi desa, men hayotda juda ham ko'p narsaga erishimman deb o'zim uchun, men uchun eng katta mukofot bo'ladi o'sha. Tabiatan haligi nima deydi? Xulosa qarorlar berishda vazminlik timsoli. Avval o'ylab, keyin qaror xulosa beradilar. Men shu jihatlarini juda ham hurmat qilaman. O'zim ham ko'p maslahat toptiraman. Juda ham qiziqdingiz bilaman. Ko'rsatuvlarimizdan biriga iltimos qilib taklif qilamiz Munira opamni. Bu rejamizda, niyatimizda bor. Juda ham kamtarlar. Boshqa o'sha siz aytgandek chaqirishsa, suhbatlarga chaqirishsa bormaydilar. Juda ham kamtarlar, nimadir juda ham ko'p ishlar qiladilar, lekin o'sha ishni qilganini hech kim bilmay qoladi-da. Shu bugunga qadar qulog'ingizda eng qattiq muhrlanib qolgan nasihatlari. Nima qaror qilsang ham, men shu qaroringni qo'llab-quvvatlayman deydilar. Har doim hayotda qanaqa vaziyatda men bo'lmasam ham, bo'lsam ham, o'sha vaziyatda doim shu so'zlarni aytadilar. Nima qaror qabul qilsang, men sen bilanman, oilamiz sen bilan. Shu so'zlari menga har doim har bitta ishimda dalda bo'lib kelgan. Inson uchun eng muhimi u kimgadir suyana olishini his qilish bo'lsa kerak. Ayniqsa qiz bola oilasiga suyana olsa, ayniqsa qiz bolaga. Va shu narsa sizga har yo'nalishda o'zingizni sinab ko'rishingiz uchun,
do'stlaringizga yana ham imkoniyat berib ko'rishingiz uchun yoki masalan turmushingizga imkoniyat berishingiz uchun yoki qanaqadir bajarmoqchi bo'lgan ishingizga imkoniyat berishingiz uchun bu kuch bo'ladi. Albatta. Eng muhim qo'llab-quvvatlashlari mana shu deb o'ylayman. Shuning uchun ham qiz bolani oilada qo'llab-quvvatlash, uni mustaqil fikrini ayta olish ko'nikmalarini shakllantirish va har doim orqasida suyanishi mumkin bo'lgan oilasi borligini ta'kidlash bu qiz bolani shunchaki gullab yashnashiga hissa qo'shadi. U shunchaki gullaydi va shunaqa xushbo'y ifor tarqatadiki, u ifordan o'zingiz rahmatlar eshitasiz, minnatdorchilik eshitasiz, o'zingiz ham yayrab yashnab yashaysizda. Bugun o'zingiz qanaqa onasiz? Har doim yaxshi ona bo'lishga harakat qilganman. Bizda o'zbekchilikda shunaqa mentalitetda bor, yaxshi kelin bo'lish kerak, yaxshi ona bo'lish kerak. Shu fikr bilan katta qilishadi. Birinchi farzandimni yaxshi ona bo'lishim kerak deb judayam bizani sohamizda giperopeka deydi. Giperopekada katta qilganman. Keyingi farzandimni sal mustaqil qo'yib katta qilganman. Eng kichik qizim markaz ochib ishlab yurgan vaqtimda tug'ilgan. Doim yonimda olib yurardim, lekin ko'proq mustaqillik berganman. 3 ta farzandimni hozirgi rivojlanish holati 3 xil. Ko'proq mustaqillik berish kerak ekan degan xulosaga keldim hozir. Hozir masalan kichkina qizim bemalol hamma bilan gaplashib, chiqishib keta oladi. Ketdik desa chiqib ketdilar indamay. Katta farzandimda men yaxshi ona bo'lishim kerak deganman, ko'tarib yurganman. 4 yoshgacha ham ko'tarib yurardim. Ovqatlarni yedirib qo'yardim, blender qilib berardim. Ko'chaga chiqarmas edim, nimadir yiqilib tushmasin deb. Bu narsa xavotir bo'lgan va o'sha yoshimda men yaxshi ona obrazida bo'lganman. Lekin hozir mutaxassis sifatida qaraganimda biza bolalarga mustaqillik bermaganimizda bola o'zini o'zi rivojlantira olmasligini men endi tushunib yetyapman. Shu sohada ishlab, o'qib, malakam oshgandan keyin doim bolaga yangi narsalarni, yangi ideyalarni, o'sha narsani qilib ko'rishga, yangi hissiyotlarni olishga biza imkon berishimiz kerak ekan. Shundagina bolada g'oyalari ko'p, erkin bola o'sar ekan. Hozir katta farzandim ham yomon emas, IQsi yaxshi, maktabda yaxshi o'qiydi, lekin xarakterida odamlar bilan chiqishib ketishi qiyin. Baribir o'sha giperopekani asoratini ko'raman. Shuning uchun lekin hali vaqt bor, buni tuzatib olasiz. Hozir yaxshi. Bolalarni hech urasizmi, Nigora? Urganmisiz? Shu sohaga kirib kelmaganimda urganman. O'zi ayollar atrofdagilarga kuchi yetmasa farzandidan eng alamini zaif oladi. gapimiz o'tadigani farzandimiz. O'sha juda ham katta xatoligini hozir tushunganman. Qachon tushunganman? Men institutga shu yo'nalish bo'yicha kirganimda birinchi praktikaga chiqqanmiz. Maxsus bog'chaga olib borishgan bizani. Shunda bog'chadagi bolalarni ko'rganman biza va dokumentlarni o'rganganmiz. Dokumentlarni ochib qarayapman. Ota-onasi sog'lom, yaxshi joylarda ishlaydi, mulki bor, mol-mulki bor, madaniyatli, bizga o'zimizga o'xshagan odamlar, lekin ularning farzandlari nosog'lom. Kimdir Down, kimdir autist, kimdir ZPR, shunaqa bolalarni ko'rganman. O'sha kuni men hayotimni o'zgartirib yuborgan kun bo'lgan va uyga kelib farzandlarimni quchoqlab, yig'lab kechirim so'raganman. Urganim uchun, nohaq urishganim uchun kechirim so'raganman. Ular kichkina bo'lgan, tushunmagan ham, lekin men ichimda juda ham katta to'ntarilish bo'lgan. O'shanda tushunib yetganman. Sog'lom farzand bir ne'mat. Shu ne'matni men qadrlolmadim, arzimagan to'poloni deb men urushib qo'ydim degan hissiyot bo'lgan. Shundan beri urmaslikka harakat qilaman. Juda ham bo'lsa bir-biri bilan urushsagina urishim mumkin, lekin juda ham hozir Urush nima deb o'ylaysiz o'zi? Nimadan kelib chiqadi urush? hissiyotlarni boshqara olmaslikdan.
yana bir asosi deyman ilmsizlikdan nima qilishni bilmaymizki o'sha vaqtda shunaqa. qo'limiz ishga tushadi. Ota-onalarimizga ham tushuntiraman. Farzandingiz shunaqa noto'g'ri xulq qilyaptimi, urish foydasi yo'q. O'tiring, quchoqlang, ko'proq vaqt ajrating. Shu sizni mehringizni ko'rib, his qilish boshlagandan keyin shu holatda noto'g'ri qilgan ishini qanaqa qilib to'g'ri qilish mumkinligini tushuntirib, bolaga singdirib o'tib ketsangiz bo'ladi deyman. Muloqotda ham ko'proq ona bo'ladida. O'sha bolani nutq shakllanishi, mana siz sohangizga keldik bevosita. Xulq-atvorini shakllanishi, nutqi, chiroyli nutqda gapira olishi yoki haligi harflardagi defektlar ona e'tiborsiz bo'lsa, bular qolib ketaveradida va keyin doimiy mijozlaringizga aylanishadi. Nafaqat nutqida, o'sha tovushda kamchiliklar bo'lishi. Hozirgi kunda juda ham ko'p bolajonlar 2 yosh, 3 yoshda gapirmaydi. Masalan, Ko'p, kecha shunaqa. konsultatsiya bir 10 tacha bolani qilgan bo'lsam, 10 tasi ham 2-3 yoshli bolachalar. Shularni aytaylik, yarmi 6 tachasi mani konsultatsiyam xulosasi petqaroschilikdan. Ya'ni ona pozitsiyasini to'g'ri qo'ymagan. Kimdir ko'p ishlagan, bolasiga vaqt ajrata olmagan. Kimdir uy ishida band ko'proq, bolasiga vaqt ajrata olmagan, telefon qo'yib berishgan yoki o'sha nyankaga ishonib qo'ygan bo'lishi mumkin. Katta Buvilar farzandlariga yoki ishonib qo'ygan. Ona o'zini pozitsiyasini yaxshi usholmagan, bolaga rivojlanish bosqichida o'ziga yetarli vaqt ajratmagan, yetarli bilim bermagan va bu narsa boladagi o'sha zadержкаларni keltirib chiqarganini ko'ryapmiz. mana shu bola bilan mana tug'ilganidan suhbatlashamiz-ku o'zi chaqaloqlar bilan. Rosa ko'p gaplashardim bolalarim bilan. Juda ko'p va juda erta tili chiqqan. To'g'ri chiqqan tili. Rosa xohlaganman u chuchib gapiradi-ku bolalar shirin qilib. Ikkinchim biroz gapirdi shunaqa. Yo'q, uniki ham to'g'ri bo'lib ketdi. Shu suhbatlashish kerakmi onalar? Necha yoshdan, qancha vaqtdan boshlash kerak? Homiladorlikdan boshlanadi. Homiladorlikdan hissiyotlar bizada birinchi 3 yillikda bola atrofga hissiyotlar orqali o'rganadi. Ya'ni hayot uchun fundament qo'yiladi. Shu birinchi 3 yillik emas, hattoki o'sha homiladorlik paytidan his qilishni boshlar ekanda. Homiladorlikda sizni emotsiyalaringizni, sizni nima his qilganingizni bola his qilar ekan va uni eng birinchi birlamchi hissiyotlari o'sha bo'ladi. O'shaning uchun o'sha homiladorlikda ona o'zini ayashi, ko'p asabiylashmasligi, o'sha musiqalar eshitishi, homila bilan gaplashishi hammasi bola uchun foydali bo'ladi. Gaplashish kerak. Normal holatda bola qancha vaqtda qanaqa nechta so'zlar bilishi kerak? Xo'p, birinchi navbatda biz bilishimiz kerak, hayotda mana rivojlanish bosqichida eng muhimi nutq emas. Eng muhimi bolada emotsional o'sish va kommunikatsiya. Ya'ni masalan 1 yoshli bola so'zlari juda kam bo'lishi mumkin, lekin emotsional bog'lanish atrofdagilar bilan. Masalan, nimanidir ko'rsatsangiz sizga reaksiya qilishi, siz bilan o'yinchoq o'ynashga harakat qilsangiz, siz bilan birga o'ynashi, aji-kukular qilamiz, o'sha aji-kukularni bizga taqlid qilib qilishi yoki qanaqadir she'rlar yodlatamiz, o'sha narsalarni harakatlarini bizga taqlid qilib qaytarishi eng muhim bosqich. Shu muhim bosqichni normal bosib o'tyaptimi, biz bolada 1 yoshda, 1,5, 2 yoshda nutq kechishiga ruxsat beramiz. Chunki genetik moyilli bo'lib, bolada kech gapirish bo'lishi ham mumkin. Lekin normaga qaraydigan bo'lsak, 1 yoshda bolada bir 8 ta 10 tacha so'zlari bo'lishi kerak. 2 yoshda so'zlari aniq so'z bo'lib emas, boshqa so'zga almashgan bo'lsa ham so'zlari 30 tadan 50 tadan oshiq bo'lishi kerak va 3 yoshda bola to'liq gapirishi kerak. Qanaqa ma'noda? Otga sifatda, otga fe'lni bog'lab gapira olishi kerak. Bizning yo'nalishimizda bu frazali nutq deydi. Ehtiyojlarini bildira olishi, noroziliklarini bildira olishi yoki
o'ziga nimadir kerak bo'lsa o'shani so'rab ola olishi kerak bo'ladi. Lekin ishlansa bola shu yoshda bemalol she'rlar ham yodla oladi. Albatta she'rlar ham yodlaydi. Yodlaydi, onajonlar ishlash kerak. Men eslayman, katta qizim 3 yoshida Navoiyni G'urbatda g'aribini yodlagandi. Shunaqa sevinganmiz. Buni siz yodlatgansizda, shuni siz yodlatmaganingizda yodlamas edi. Shuning uchun aytdim, onani o'rni juda ham katta. Birinchi 3 yillikda shunaqa miyamiz shunaqa qobiliyatga egaki, birinchi 3 yillikda o'zini o'zi juda ham kuchli rivojlantira oladi. O'zini o'zi juda ham kuchli qobiliyatlarini ocha oladi. Xotira kuchli bo'ladi, o'zlashtirish, ya'ni o'rgatgan narsangizni o'zlashtirish kuchli bo'ladi. Shu vaqtda ona nimadirlarni qo'ldan boy bermasdan bolaga sal ko'proq vaqt ajratib, so'z boyligini oshirish uchun unga imkoniyat bersa, keyinchalik bu unga o'sha maktab bilimlarini o'zlashtirishda, maktabgacha yaxshi o'sishida ham yordam beradi. O'zi shu maktabga chiqquncha onajonlar ter to'kib mehnat qilishsa, u yog'i ketsa kerak-a, normal holatda. Qaysi harflarda ko'proq defekt keladi sizga? R, S. O'zimda ham S'da muammoyim bor. Radioda hech ham ishlay olmaganman. Chunki radioda bilinadi-da. Qolib ketdi, mayli endi. Lekin farzandimda R bor edi. Erkalanish deb baholandi. Bu erkalanarkan deb. O'tib ketdi u ham. Maktabda baraka topsinlar, defektolog ishlab, opalari. Yaxshi hozir. Ko'proq R, S'da bo'ladi. R'da, S'da ko'p uchraydi. Bu mashq qilsa o'tib ketadimi? Mana bir xillarda qolib ham ketarkan-ku shu. Boshqa muammolari bo'lmasa, masalan, markaziy nerv sistemasi qanaqadir zararlansa, ko'p antibiotiklar olgan bolalar, gipoksiyada bo'lgan bolalarda tovushlarni o'z-o'zidan chiqib ketishi verayatnosti kamroq. Chunki mushakga ta'sir qiladi u holatda. Birlamchi muammolari bo'lganda qiyinroq bo'ladi. Agar sog'lom rivojlanib kelayotgan bola bo'lsa, unda tovush chiqib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Masalan, menda ham ikkinchi farzandim tug'ilganda, men shu sohada o'qiyotgan vaqtim edi. Men ham shirin gapiradi deb, men o'zim to'g'rilamaganman. Bu meni xatoyim. Maktabga chiqadigan vaqtda to'g'rilaganman. Xohlagan vaqtim chiqarib olaman-ku deb kutganman. Hozirda aytib ketgan, lekin baribir ba'zi so'zlarda bilinadi. Lekin kichkina qizimda hozir 2,5 yosh, men 2 yosh 3 oylikda men R'sini chiqaraman deb harakat qildim. O'zi R tovushi to'g'ridan keyin chiqadi avtomatik. 3,5-4dan keyin chiqadi. Biza hozir R'ni aytyapti. Demak, 4 yoshgacha sal R'si Y'li bo'lib tursa normal ekanda. Normalni. Oxiri o'sha artikulatsiya apparatini rivojlanish bosqichi tugaydi. O'sha vaqtda 4-4,5 yoshda chiqadi R. Masalan, 3,5 yosh bolada R'si chiqmasa, norma bu. Lekin qizimda harakat qilib, biz 3 oyda R'sini chiqardik. Hozir R'sini yaxshi qo'llaydi. Ba'zi joylarda tushirib qolsa ham, bu ham boyagi gapda ota-ona, o'sha onani pozitsiyasi. Men buni kutganimda, o'zi chiqib ketadi deganimda, bizda balkim 3 yoshdan keyin, 3,5 yoshdan keyin chiqardi. Harakat qilib, mashqlarni qildik, bizda erta chiqdi. Men shu o'ylayman-da, mana arab tilini o'qish jarayonida harflarning mahrajlari bor, sifatlari bor. Shuni tushuntirib aytsa, bolalar shuni talaffuz qiladi-da. Chunki mana o'zim Samiyam S'sida nuqsoni bor, F deydi haligacha. Lekin Qur'on o'qiganda to'g'ri aytadi. Sodni ham, sinni ham, fani ham. Nimaga to'g'ri aytasan desam, qanaqa aytilishini bilaman-da deydi. Shu bizda o'zbek tiliga ham kerakmikin deymanda, shu harflarning mahrajlari o'zbekcha mana bu yerdan chiqadi. Bunaqa shuni fanga kiritish kerak ekan o'zi bir. Bolada mana bu yengillikda arab tili farzandingiz uchun yengillik. Boshqa tilda qiziqib o'qiyapti. Qiziqadi. Unda artikulatsiyasining qobiliyati bor. Shuning uchun o'zini o'zi boshqaryapti. O'zbekchada u ancha ko'nikib qolgan. O'sha noto'g'ri qo'llashga odat bo'lib qolganda, o'sha ko'nikma bo'lganda chiqib ketish qiyinroq bo'ladi.
harakat qilyapti, o'zing nazorat qilsang to'g'rilaysan deyman. Mhm. Nazorat qilib gapirsa, mana she'rlar aytsa ustoziga Mhm. yo dars topshirguncha to'g'ri gapiradi. Mhm. Bizga erkalik qilib qoladi shekilli ba'zan. Bizda shunaqa holatlar bo'ladi. Darsga kelishganda tez tovush postanovka qilamiz. Masalan, seni aytamiz 2-3 darsda biz natijaga chiqamiz. Lekin avtomatizatsiya bosqichi uzoq bo'ladi. Chunki bola shunga ko'nikib O'rganib qolgan. qolgan. Va shu holatlarda biza ko'p men aytaman qizlarga motivatsiya beringlar. Masalan, sen 10 ta dars yoki 10 kun sen zo'r shuni uyda ham o'zingni nazorat qilib aytib bersang, senga nimadir sovg'a qilaman. Har doim hammamiz uchun motivatsiya bo'lsa harakat qilamiz. Albatta. Shuni qo'llashadi. Uyga borasan, mamitingga kamera qo'yib qo'yamiz, shunaqa nimamiz Bolalar bor, shishkamiz ishonadi-da. bor. To'g'ri aytib yursang, keyin kelganingda senga ko'proq o'ynash uchun vaqt beramiz yoki nima yaxshi ko'rasan, shokolad bo'lsa shokolad va'da beramiz. Bola o'sha shokoladni olish uchun harakat qilib o'zini o'zi nazorat qiladi. Shu bizani avtomatizatsiya bosqichimizni yengillashtiradi. Keyin mana tilni kesish deyishadi-ku. Ko'p eshitaman. Tilni kestirib nimadan bo'ladi shu? Tilni tagida yuganchasi normadan oshiq bo'ladi. Ya'ni tilni uchigacha bo'ladi. Tilimiz tagida parda bor hammamizda. Ba'zi bolalarda tilni uchigacha bo'ladi va shu tekshiriladi. Ba'zilar eshitganman, tekshirmasdan ham katta farzandlarida bo'lgan, buni ham kestirib yuborar ekan. Lekin mana zamonaviy logopediya, mana hozirda biz kesmasdan massaj usullari bor. Kesmasdan massajlar bilan biz o'sha kerakli tovushni chiqarib olamiz. Chunki ko'p murojaatlar bo'ladi. Tilini kestirib keluvdim, qo'rqib qolgan bolalar bor. Keyin gapira olmay ham qoldi deydi, hattoki stress ekan demak bu ham Bitta deyman-da. stress, ba'zilarga narkoz qilishadi, ba'zilarga o'sha joyi o'ziga ukol qilganni o'zi ham bola uchun stress bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha og'ir muammo bo'lmasa, 1-2 ta tovushda kamchilik bo'lsa, biz o'sha massajlar bilan natijaga chiqib olamiz. Bugun bilamiz Nigora, autizm bu juda ham erta bo'lib qoldi, ham ko'p yoki ijtimoiy tarmoq chiqqaniga bilib qoldikmi, bunisini bila olmadim, lekin bugun normadan ko'proq deyishadi mutaxassislar. Sizda ham ko'pmi autist bolalar? Ha, xuddi pandemiyaga o'xshab kirib kelyapti. Endi men bu tashxisga, bu yo'nalishga qarashlarim sal boshqacharoq. Boshqalarga qaraganda men qo'limda shu bolani autistligi haqida aniq bir fakt bo'lmaguncha men ishonmayman. Ya'ni o'sha qon analizi, sochdan, so'lakdan tekshiriladi autizmga. O'sha aniq autist deb men qo'limda o'sha fakt bo'lmaguncha ishonmayman. Balkim unda autizm faqat belgilari bordir. Balkim o'sha miyada neyrovospoleniyani natijasida belgilar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar shunda ikkinchi holat bo'lsa, biz natijaga chiqish ehtimolimiz yuqori bo'ladi. Harakatlarimiz ham aniqroq bo'ladi. Aniq autizmda unaqa emas. Aniq autizmda natija juda ham sekin bo'ladi va u bolani autizmdan hech qachon chiqara olmaymiz. U butun umr autist bo'lib qoladi va unga butun hayot davomida hayotiy ko'nikmalar birma-bir o'rgatilib borilishi kerak. Xotirasida turmaydi-da. Aqlan, ruhan orqada qoladimi shunda? Autizmda mana aniq autist bo'lsa, bu genda o'sha genetический kasallik. Xuddi Downchilar qanaqa genetический kasallik bo'lsa, autizm, aniq autizm ham shunaqa. Aqlli autistlar ham bor, autist ham turlari bor. Aqlli autistlar bor, даже mashhurlar bor, autist mashhurlar bor. Unaqa bo'lishi ham mumkin, lekin aqli Oddiy odamlardan ko'proq ishlaydi, kamiga aqllari. Juda ham qobiliyat, bitta yo'nalishda qobiliyati juda ham kuchli bo'ladi. Autizmda eng global muammosi kommunikatsiya va ijtimoiylashuvning yo'qligi. Ya'ni sog'lom inson, sog'lom bolalar hayotiy ko'nikmalari o'z-o'zidan shakllanib ketadi. Uydagi akalariga, opasiga yoki onasiga taqlid qilib rivojlanib ketadi. Masalan,
qoshiqdan ovqat yeyotganini hammani ko'rsa, u ham qoshiqni olib yeyishga harakat qiladi, sog'lom bola. Autizm tashxisli bolalarda shu holat shakllanmaydi. Har bitta ko'nikma bittalab o'rgatilishi kerak bo'ladi. Va bu butun umrda hamma ko'nikma shunaqa shakllantiriladi. mehnat Doimiy ekanda. mehnat bo'ladi. Lekin ota-onalar yanglishmasligini tavsiya qilaman. Ba'zilarda autist bolangiz yoki autizm boshlanishi bunaqa tushuncha yo'q. Bo'lishi mumkin. Bola tug'ilganda nosog'lom neyronlar bilan tug'ilgan va ilk bolalik davrida qattiq shamollagan bo'lishi mumkin, ko'k yo'tal bo'lgan, qizamiq bo'lgan, ichi ketgan, shunaqa og'ir kasalliklarni boshdan o'tkazganda neyro yallig'lanish bo'ladi miyada va shu narsa vaqtida lecheniya bo'lmasa, kerakli lecheniyani olmasa, bu boladagi ko'nikmalarni yo'qotilishiga olib keladi. Ya'ni o'sha bola gapirib turadi, so'zlari yo'q bo'lib qoladi, ismiga qaramay qo'yadi, o'sha autizmga o'xshagan belgilar paydo bo'lishi mumkin. Bu bolalarni biz lecheniya, o'sha vrachlar lecheniya qilib, biz pedagogический unga yordam berib, biz uni ZPRgacha, keyinchalik ZRRgacha, keyinchalik sog'lom bolagacha chiqarishimiz mumkin. Bu narsa amaliyotning xulosalari. Juda ham ko'p bolalarda bizda shu Tushkunlikka holat tushib bo'lgan. qolar ekanda, haligi borgandan Albatta. autizm deb yorishadi. Ona qo'rquvga tushib qoladi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Agar 3 yoshgacha bolangiz bilan ishlamasa, autist bo'lib qoladi deydi ba'zi mutaxassislar. Unaqa bo'lmaydi. Hech qachon bu holat bo'lmaydi. Buni ota-onalar bilishi kerak deb o'ylayman. Va ota-ona bolam autist ekan desa, natijani ham tez bo'lishini kutmaydi va shunga ko'nadi. Oylab markazlarga borishadi. Bitta narsa ham shakllanmaydi. To'g'ri yondashilsa, agar u bolada rostmana autist bo'lmasa, natija uzoq kuttirmaydi. To'g'ri yondashilsa, tez natijaga chiqishi mumkin. Lekin bu yerda bari ona bilan pedagog hamkorlikda bo'ladimi? Albatta. Har doim o'sha ayniqsa rast bolalarda, autist bolalarda mashg'ulotlar ko'p bo'lishi kerak. Lekin bitta mutaxassis bilan uzoq vaqtdan bu norma emas. Ya'ni darslarda kerakli narsani beramiz va uyga tavsiyalar beramiz. Shu biz o'rgatgan narsalarimiz, masalan, biz buyruq bajarishga o'rgatsak, uyda har xil jarayonlarda o'sha buyruqni bajarish uchun uni yordam beradi. Mana markazingizga juda ko'p onalar keladi. Kam ta'minlangan, haqiqatda qiynalgan oilalar bor. Ularga bir yordam, lgotalaringiz bormi? Chegirmalarmi, bilmadim. Hech qachon bu haqida gaplashmagandik, lekin yuzaga, ommaga olib chiqib yoki kimdirlarga aytmaganman, lekin har doim nafaqat ota-onalar, balki shogirdlarim ham mendan nima so'rashsa, masalan, skidka qilib bering desa, skidka qilib beraman. Ba'zi bolalarimiz bor, pul to'lamasdan keladigan o'quvchilarimiz bor. Yarim pulini to'lab keladigan o'quvchilarimiz bor. Qanchadir skidkada keladigan o'quvchilarimiz bor. Har doim o'sha insonni hayotiy pozitsiyasini tushunishga harakat qilaman. Chunki asl muhtoj inson so'rolmaydi hamda. Shunaqa deb Ehtimol bordir deyman, haligi hijolat bo'lib bir xil markazlarga borsa rad etishadi, ko'p murojaatlar keladi. Tanishingiz bormi deb so'rashadi. Shu maqsadda berdimki, zotan tomosha qilayotganlar orasida ham, chunki og'riqli-da, farzandini dardmand ko'rish, bundan ortiq og'riq yo'q. Shu hissiyot menda ham, shu siz nima hozir gapirsangiz, menda shu hissiyot o'tadi. Buning uchun yana bir marta onamga rahmat deyman, ko'zimiz to'qligi uchun. Va onam doim shunaqa insonlarga yordam berishga harakat qilganlarini ko'rib katta bo'lganmiz va shu onamning pozitsiyalarini men ham ushlashga harakat qilaman. Qo'yver, boshqa joydan keladi degan gaplari qulog'imning tagida turadi-da. Haqiqatda keladi hamda, lekin ishingizga baraka kiradi. Keladi. Bu mavzuda men hech kimni eshitmayman. Adminlarimiz nimadir deyishi mumkin. Katta o'g'lim bilib qolsa,
juda ham ishimga aralashishni yaxshi ko'radi yoki turmush o'rtog'im O'zi bu katta farzandlar maslahatchi bo'ladi. shunaqa bu mavzuda hech kimni eshitmayman. Mendan yordam so'radimi, inson insonga qanaqadir nimadir so'rashi juda ham qiyin. Zotan Nigora bizni topgan, tanlagan kasbimizdan maqsad faqat moddiyat emas-ku. Inson o'zi bilan olib ketar amallari ham bor-ku. Va bu borada amin bo'lganim uchun ham shu savolni berdim. Chunki tarbiyangizdan aminman. Onajonlar, agar haqiqatda sharoitingiz qiyin, lekin farzandingizda shu muammolar bo'lsa, men Instagram profillarini qoldiraman, murojaat qilishingiz mumkin. Buni kimdir ehtimol reklama deb tushunar. Zotan o'quvchilar o'zlariga yetib ortib vaqtlari ham yo'q, lekin qo'ldan kelgan yordamni ayamaydigan inson o'shanaqa oiladan chiqqan farzandlar chunki. Keyin yana bitta savol bermoqchi edimda, mana akada bo'lsa nutqiy to'xtalish yoki opada, katta farzandda. Ikkinchi farzand deylik 2-3 yosh orasi. Unda ham bo'ladimi? Chunki birgalikda o'ynashadi, unda gap so'z yo'q. Bunda ham gap so'z bo'lmasligi mumkin. Bo'ladi. Juda ham ko'p shu holatlarni ko'rganmiz. Bo'ladi. Masalan, eng sodda aytaylik, muammo R'ni aytolmasa, keyingi farzand ham unga taqlid qilib xuddi shu muammoda bo'lishi mumkin. Va undan kuchligacha shunaqa o'quvchilarimiz bor, katta farzandi o'sha ras bo'lgan va unda o'sha xulq-atvor buzilishlari bo'lgan va keyingi farzand ham xuddi uni katta farzandi ko'chirgan. Taqlid Lekin qilgan. tekshirganda unda bunaqa muammo yo'q. Ko'chirgan, taqlid Sog'lom qilib, bola taqlid qilgan. taqlid qilib, shu narsa unda ham paydo bo'lib, bo'lgan holatlari juda ham bo'lgan. Albatta ta'sir qiladi. Onani holati ta'sir qiladi. O'sha oilada kim bilan ko'proq muloqot qilsa, shuni holati, gapirishi, nutqi hammasi ta'sir qiladi. Chunki mana bildimki murojaatlardan katta farzandda muammo bor, olib borishgan mutaxassisga va unga nima buyurilgan bo'lsa, ikkinchisini ko'rsatmasdan ikkinchisida ham qo'llashgan. Va bu qo'rqinchli vaziyatlarga kelgan holatlar ham bor ekan-da, bola qo'rqib qolgan yoki umuman aks ta'sir qilgan, dorilarni ham so'ramay berib yuborgan vaziyatlar bo'lgan ekan. Baribir mutaxassisga olib borish kerak-da. Onalarni har doim oxirgi paytlarda ayniqsa juda ham ko'p aytyapman, onalarni o'qitish kerak. Chunki har bitta bola individual rivojlanadi. Bizda masalan 10 ta yo'nalish bor rivojlanish bo'yicha, o'sha intellekti, mantiqiy fikrlash, xotira, nutqi, shunaqa yo'nalishlar bor. Qaysidir bolada boshqa yo'nalishda muammo bo'lishi mumkin, qaysidir bolada boshqa. Bunga boshqa dori kerak, bunga boshqa dori kerak bo'lishi mumkin yoki boshqacha yondashuv kerak bo'lishi mumkin. Va shu o'rinda aytib ketaman, qo'shnini bolasi yoki jiyani qanaqadir vitamin ichsa, maqtagan bo'lsa, sizni bolangizga ham o'sha vitamin kerak degani emas. Juda ham shuni o'ylab berishligini, vitaminlar, dorilarni kerakmi o'sha, hech bo'lmasa internetni ochib, instruksiyasini o'qib, keyin qo'llashligini tavsiya qilaman. Hattoki vitaminlarni ham. Vitaminga o'sha analiz topshirib, hozir juda ham preventivniy vrachlar ko'payib ketgan. O'sha vrachlar bilan maslahatlashib, keyin berishligini tavsiya qilaman. Ish tajribamda shunaqa holat bo'lgan, batni bolaga juda ham beraverishgan. Vrach tavsiyasi bilan har 3 oyda bola 2 yil davomida lecheniya olgan va bolada ZPR holati bo'lgan. ZPR holati ham yaxshilanmagan. Bola qanaqadir pristuplar bo'lgan bolada. Tekshirishsa jigari qotib ketgan bo'lgan. Bu har bitta dori sintetические вещество deydi. Har bitta dorida bor. U vitamin bo'lsa ham jigarga asorat bermasdan qolmaydi. Shuni bitta foydani, bitta zarari bor. Albatta. Shuni inobatga olib, bolalarga o'sha vitaminli dorilarni berishligini tavsiya qilgan bo'lardim. O'zi umuman mana oddiy grippda ham bitta farzandingizga to'g'ri kelgani boshqasiga kelmaydi. Allergiyasi bordir ehtimol uni. Onajonlar shuncha e'tiborli bo'ling. Ana ichidan chiqqan qog'ozcha u ko'rk uchun, dori ezilib qolmasligi uchun solinmagan. Uni o'qiymiz, bilaman. O'qiysiz, yana ham eslatyapmiz sizga. Nigora, mana tez aytish, kichik she'rlar, maqollar
bular foydalimi nutqda? Ona o'rgatish kerakmi shularni? Mana harflarga moslangan she'rlar bor. O'zim juda ko'p o'rgatardimda. Tez aytishlar ayniqsa. Judayam foydali. Birinchi navbatda biza she'rlar yodlatish orqali biza nutqqa ta'sir qilamiz. Ikkinchi navbatda biza xotiraga ta'sir qilamiz va eng muhimi biza miyaga ta'sir qilamiz. Har doim biza miyaga o'zini qobiliyatidan ko'proq buyruq bersak, zadacha bersak, miya yaxshiroq ishlaydi. O'shanga mos ravishda ishlashga harakat qiladi va bu narsa uni yanayam qobiliyatliroq qiladi. O'shaning uchun har doim o'sha yoshga doir she'rlarni yodlatib borish kerak. Agar bola masalan kattaroq yoshda bo'lsa, ko'p kitob o'qishni tavsiya qilaman. Va mana 10 yosh, 8 yosh, 10 yosh, 15 yosh bolalarga ko'proq syujetli kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman. Chunki u yerda har xil voqealar bo'ladi va voqealarga yechimlar bo'ladi. Hikoyalarda yechimlar ham bo'ladi. U bolada miyasida o'sha har bitta syujetni birga yashab o'tadi-da. Yashab o'tganda neyronlar o'ylaydi, ha, men shu hisni yashab o'tyapman deydi-da. Yangi qobiliyatlari ochiladi va bu narsa bolani keyingi hayoti uchun, uni harakatlarini rejalash, maqsadlariga yetish uchun yechimlarini o'zi rejalay olish va ko'proq ideyalar qila olish qobiliyatini oshiradi. Hozir shu o'rinda esimga tushib ketdi. Judayam ko'p kitob o'qiganman. Yoshligimizda uyimizda knижный shkaf bo'lardi. Judayam kitob ko'p bo'lardi, chunki otam ham, onam ham filolog bo'lishgan. O'sha ular o'qigan kitoblar saqlanib qolib turadi. Va onam bizdan ishni ko'p talab qilmasdilar, lekin o'zlari ko'rsatib berganlaridek qilardik va ko'p o'sha kitob o'qishga ko'p vaqtimiz qolardi. Juda ham ko'p kitob o'qiganman. Hozir masalan 2 ta filial boshqaraman. Uy ishlari, farzand tarbiyasi, ya'ni miyam qobiliyatliligiga o'sha ko'p kitob o'qiganim sababchi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zotan o'zi kitob o'qiganingizda sizning tasavvuringizda bo'ladi. Mana seriallarda qahramonlar aniq-ku, rol ijro etgan qahramonlar. Lekin kitob o'qiganingizda siz o'zingiz shakllantirasiz-da ularni. O'sha miyani yangi qobiliyatlari ochiladi-da. Xuddi tasavvur qiling, o'rmon. O'sha o'rmonda daraxtlar ko'p. Kitob o'qiganda hissiyotda yashab o'tganingiz sari o'sha o'rmonda yo'llar paydo bo'ladi-da. U yo'llardan kitob o'qib bo'lib ham siz yura olasiz-da. U miya uchun yangi qobiliyatlarni, yangi imkoniyatlarni ochilishi bo'ladi. Ayniqsa deyman, mana detektiv romanlar bor-ku, rosa charxlasa kerak, nima bo'ladi, qanday, qayerda ekan, qotil kim ekan yoki jinoyatchi kim ekan o'ylaysiz-ku va o'ylash bu har doim manfaatli. Syujetli kitoblarni o'qishsin, tarbiyaviy kitoblarni ota-ona bilan birga o'qishligini va birga tahlil qilishligini tavsiya qilaman. Bola bir o'zi o'qisa tushunmaydi u kitoblarni. Birga o'qib, xulosa berish va o'qiganda ham sharillatib emas, sal ma'no mohiyatga qarab, intonatsiya bilan bola sizdan chiroyli gapirishni ham o'qib berganingizda o'rganadi. Bularni opalari Nodira opa meni ikkinchi qizimni o'qitganlar. Mana shu o'qish qoldida shularda shunaqa rollarga kirib o'qib berardilar. Uyga kelib qizim xuddi shunday bizga o'qib berardi-da. Yoki mana 2 ta farzandim yana xolalari Shohida opamda o'qigan, taniyman dedim-ku o'zi. Shohida opamda ko'proq vazminlik, chiroyli nutq berish bor-da, mana shu saqlanib qolgan. Baribir boshlang'ich ustozga ham ko'p narsa bog'liq deyman-da. Hozir bugun mana katta qizim avval o'ylab, keyin gapiradi. Gapirganda so'zlarni terib gapiradi va bundan Shohida opamdan minnatdorman. Ustozlarni to'g'ri tanlay bilish ham onani vazifasi ekanda ishqib. Bugun mana sizga yoshi kattalar ham murojaat qiladimi hech? Nutqidan muammoim bor deb? Ha, juda ham ko'p. Yoshi kattada qanaqa? Bizada masalan insultdan keyin ham ishlaymiz. Insultdan keyingi yo'qotishlarda murojaat qilishadi, ko'p emas.
shunaqa fakt bor. Masalan, ota-onalar farzandi uchun hamma narsa qiladi. Lekin ko'p mana qarilar insultdan keyin gapira olmay qolsa, yotib qolsa, yaqinlarini taniy olmay qolsa, buni qarilikka yo'yamiz-da. Ko'p, judayam ko'p ko'rganman. Qarib qolganlarda shuning uchun shunaqa bo'lgan deb boricha qabul qilishadi. Kurashishmaydi, logoped qidirib kurashishmaydi. Buni yechimini topishga harakat qilishmaydi. Men shunga achinaman ko'pincha. Mana shu 18, 20, 25 yoshgacha bizga judayam ko'p murojaat qilishadi, ayniqsa o'g'il bolalar. O'sha tug'ishlik kamchiliklari bor, dudug'lanishi bor. Ota-onasi ularni shunchaki tashlab qo'ygan yoki hafsala qilib olib borishmagan va hayotidagi birinchi o'sha institutga kirish yoki turmushga chiqish, uylanish, ishga kirish bosqichiga kelganda o'zi uchun o'zi harakat qilishni boshlaydi. Judayam shunaqa murojaatlar ko'p yoshi kattalarda va ularga ham yordam berishga harakat qilamiz. Ba'zilar uyaladi, bo'larmikin deb ba'zilar ikkilanadi. Shuni bilish kerak, yoshi kattalarda tezroq natija bo'ladi. Chunki anglashadi-da. Albatta, ularda maqsad bor. Maqsad uchun mutaxassis bilan bab-baravar harakat qiladi. Shuning uchun ham mana e'tibor beryapsiz, qarang. Oddiy repetitorlikka ustoz topib kelsalar ham men borib gaplashib kelaman-da. Chunki farzandim kimdan nimani o'rganayotgani bu juda ham muhim men uchun. Juda ham hamma ishimni yig'ishtiraman, borib pedagoglar bilan tanishaman. Keyin masalan menga ma'qul kelmas yoki oilamizga to'g'ri kelmas yerlari bo'lsa, boshqasini qidiramiz yoki o'sha xulqini bolalarimga korreksiya qilib beraman. Mana shu tarafini olmagin, lekin ilmlarni o'rgangin deyman. Bu qanchalik to'g'ri bilmayman, lekin hozircha yaxshi. Qanaqa qilib farzand shu yoshgacha nuqsonli bo'lsa-da ota-onalar parvo qilmasak, iltimos onajonlar, mana bugungi shu ko'rsatuvni ko'rgan bo'lsangiz, o'tirib farzandingizni diqqat bilan boshqatdan bir taftish qilib chiqing. Unda nafaqat logoped mutaxassisi, ehtimol boshqa mutaxassislarga tegishli nimalardir nuqsonlar ko'rarsiz. Bilaman, ko'pi moddiyatga bog'liq, ko'p moddiy jihatga bog'liq, lekin harakatni boshlasak, barakati Allohdan, u yog'i ham keladi. Shuning uchun bugun bir o'tirib taftish qilib chiqaylik. Nigora, kasbingizga kelganingizdan keyin menimcha oilada ham hamma narsa iziga tushgan, farzandlar bilan ham hamma narsa iziga tushgan, chunki Nigorani meni bor. Albatta. To'g'rimi? Albatta. O'zingizni nimadir qila olishingizni, kimlargadir yordam berishingiz, siz shaxs ekanligingizni his qilganingizdan keyin oilaga yondashuvingiz o'zgardimi? Mana mayda-chuda gaplar, voy u meni falon bunaqa dedi. Mana onalar ko'p murojaat qilishadi-da endi. Bu yoqdan bosim, bu yoqdan bosim. Faqat har doim aytaman, yangi ilm oling, meningizni kashf qiling deyman-da. Sizda yaxshi ishladimi shu narsa? Judayam menda o'sha boya aytganimdek, yoshligimda energiyam ko'p bo'lgan. Bor energiyamni oilaga sarflaganman va sarflangan energiyani qayta ololmaganman. Chunki oilada o'z bitta ritm bo'ladi va shu narsa qiynaydi. Hozirda o'sha energiyamni kerakli joyga sarflayman va qayta aloqa ham olaman. Judayam ota-onalar minnatdor bo'ladi. O'sha yetadi menga. Boshqa yetishmayotgan hamma hislarni qoplab ketadi. Shogird qizlar minnatdor bo'ladi, ota-onalar minnatdor bo'ladi, duo qilishadi va men aytaman, shu kasb uchun men tug'ilganman, menimcha. Shu yo'l uchun tug'ilganman. Alloh hammamizga bir qayerdadir o'zimizni topishga imkon beradi va yillar davomida uyda o'tirganimda men shu yo'lda yurish uchun toblanganman, menimcha. U ham xizmat qilganda sizni shu yo'lga kelishingizga. Men o'sha toblanib shu hozirgi shu holatimda shuncha insonlarga yordam berishim uchun, qizlarni ish bilan ta'minlashim uchun yoki o'sha boshqaruvim uchun, har xil xarakterdagi insonlar bilan to'g'ri munosabat o'rnata olish uchun men yillar davomida toblanganman deb o'ylayman va hozirda o'sha o'zimni
ichimdagi energiyamni kerakli joyga keraklicha sarflaganim uchun oilamda ham qanaqadir balans ushalgan. Har doim har bitta inson, nafaqat ayollar, har bitta inson o'zini qayerdadir topishga harakat qilish kerak. To'g'ri, oila muhim, farzandlar muhim, lekin 40ga, 30ga chiqqanimizda o'ylab qolamiz, biz o'zimiz uchun nima qildik, nima qila oldik? O'sha savolga siz har doim javob topa oladigan hayotni kechirishingiz kerak. O'zingiz uchun ham, masalan, hamma energiyamni bolamga berdimda, menga jahl qilyapti. Bu eng xato. U ham inson, uni ham jahl qilishga haqqi bor. U ham emotsiyalarni Va u ko'rsata bizdan olishiga haqqi bor. so'ramaganda uni onasi Albatta. bo'lishimizni. Shuning uchun fokusimizni ko'proq o'zimizni rivojlantirishga qaratsak, hammasi o'z iziga tushib ketadi. Demakki, turmush qurdim, uyda bolalar bilan o'tirib qoldim. Kech emas, hech qachon kech emas. Sizga bitta misol, ikkinchi misol, har xil yoshda boshladik va natijalarimiz yomon emas. Eng muhimi manfaatli. Ham xalqqa, ham o'zimizga va bu Albatta. juda ham go'zal. Bugungi kun onajonlariga nutq masalasida nimalarni maslahat berasiz? Nimaga e'tiborli bo'lishsin, nimalar qilishsin ko'proq? Birinchi navbatda sog'ligiga e'tibor berishsin. Bolaga vaqt ajratish uchun, ko'ngilli kengroq bo'lishi uchun ona o'zi sog'lom bo'lishi kerak. Albatta. Sog'lom bo'lmagan tana asabiylashishga moyilligi bo'ladi yoki depressiyaga tushishga moyillik bo'ladi. Vaqtida dam olishsin, vaqtida uxlashsin, sog'lom taomlanishsin va bolalar bilan munosabatga kelganda ilk yoshlarda juda ham ko'p gaplashish kerak. Har bitta predmetni nomini, u bilan nima qilish mumkinligi haqida aytib ketish kerak. Gaplashish deganda faqat siz gapirmang, bolaga ham imkon bering. Savol-javob tarzida. Bola gapirmaydigan bola bo'lsa, kamroq so'zlar bilan murojaat qilib, o'sha vaziyatni izohlab berish, o'sha predmetni nomini aytib ketib, ichki nutqini oshirish kerak. Keyinchalik o'sha bolaning nutqi chiqqandan keyin noto'g'ri talaffuzlarini nazorat qilish kerak. Shu narsani, masalan, endi nutqga kirgan bolada vaqtida nazorat bo'lsa, unda ko'nikma bo'lib qolmaydi va to'g'ri etap bilan rivojlanib boradi. Va shu o'rinda aytib ketishim kerak, bizda maktab o'quvchilari ham juda ham ko'p murojaat qilishadi o'qish yozishdagi kamchiliklar bilan. O'qish yozishdagi kamchiliklarni, masalan, bizning tajribamizda faqat diktant yozishga o'rgatib bering deyshadi. Men bolani tekshirsam, hali unda maktabgacha bilimlar shakllanmagan. Uni maktabgacha bilimlarini shakllanmasdan turib, u hali diktantni yaxshi yoza olmaydi. Shuning uchun iloji boricha maktabgacha bolani hamma ko'nikmalarini sog'lom shakllantirib, maktabga tayyor qilib chiqarish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bolani o'zini fikri bo'lishi, ruchkadan foydalana olishi, qanaqadir ijodkorlik qila olishi, plastilinlardan foydalana olishi yoki qanaqadir legolarni narsalar yasa olishi, o'sha narsalarni maktabgacha shakllantirib keyin chiqarishsa bola qiynalmaydi. Ya'ni shu demoqchisiz, qo'l motorikalari, fikrlash, xulosa berish nimagadir, o'zi qaror qabul qilish. Mana bir xil bolalar bor-ku, partada o'tira olmaydi ham, qurti qaynab ketaveradi deymiz. Shularni e'tiborli bo'lamiz. O'zi Nigorani tanimasdim. Bir-ikkita yig'inlarda ko'rganman xolos. Bu yoq oilalari bilan yaxshi tanishman. Bugun yaqindan tanishdik. Juda ham mamnun bo'ldim. Munira opamni nimalarnidir, Nodira opamni nimalarnidir, Komilani nimalarnidir ko'rdim sizda. Juda ham xursand bo'ldim va sizni kitob o'qishingizni biz bilibmiz. Bizning hamkorimiz bor, Falaq nashr va har doim onajonlarga go'zal hadyalar ilinishadi, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Va yana bir hamkorimiz Main Cosmetics'dan sizga 15% xaridlaringizga chegirma bemalol foydalanishingiz mumkin. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Oldinlari intervyularga bormasdim. Birinchi navbatda turmush o'rtog'im nima qilmasdilar, ruxsat bermasdilar. Hozir o'zim kurashaman, chunki onalar ko'proq ma'lumot
olsin, olish kerak. yana ham bolasiga ko'proq yordam bera olsin deb nimadir yangi fikrim bilan yoki o'zimni o'sha bilgan ma'lumotlarim bilan bo'lishgim kelib rozi bo'lyapman. Siz bilan suhbatlashib mazza qildim. Rahmat. Suhbatimizdan kuzatuvchilarimiz qanaqadir o'zligi uchun yangilik olishsa, qanaqadir motivatsiya olishsa yoki farzandi uchun nima deydi, yangi pozitsiya o'zida uyg'ota olsa, juda ham xursand bo'laman. Rahmat kattakon. E'tiboringiz, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Mana e'tibor berdingiz, sal shovqinli, chunki markazda onajonlar juda ham ko'p, bolajonlar juda ham ko'p va bu bizni quvontiradi. Chunki jon kuyar, harakat qilayotgan onajonlar juda ham ko'p. Bu borada mutaxassislar ham yetarli. Bugungi xulosamiz, e'tiborliroq bo'lishimiz kerak onajonlar va nimanidir boshlash uchun hech qachon kechmas. Salomat bo'ling.